Ustoz, tarovehdan keyin tahajjud o'qimoqchi bo'lgan kishi imom bilan birga vitrni o'qigan afzalmi yoki o'qimay chiqib ketib, tahajjuddan keyin o'qigan afzalmi? Bismillah, alhamdulillahi vahdah, vassalatu vassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Xo'p, bu savol ham o'ta muhim savol. Xo'p, ba'zi birodarlar tarovehga chiqishadi, jamoat bilan birga o'qishga haris bo'ladi. Keyin imom vitr o'qimoqchi bo'lgan paytda nima qiladi? Vitr o'qimay chiqib ketadi masjiddan. Nimaga desa, chunki men davom ettirmoqchiman deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Ij'alu akhira solatikum bil-layli vitra. Namozingizning eng oxiri vitr bo'lsin. Tungi o'qiydigan namozingizning eng oxiri vitr bo'lsin deganlar. Demak, hozir men vitr o'qib qo'ysam, keyin yo qaytadan vitr o'qishga to'g'ri keladi, yo vitr o'qimasam oxirgi namozim vitr bo'lmay qoladi. Xo'p, yana bir marta o'qib qo'ysa nima qiladi deyilsa, chunki bu haqda ham qaytarilgan hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la vitrani fi layla. Imom Abu Dawud sunanlarida, Imom Tirmiziy sunanlarida rivoyat qilgan hadisda bir kechada 2 marta vitr o'qilmaydi deyilgan. Ya'ni imom bilan birga o'qib, keyin yana uyda xohlagancha tahajjud o'qib, keyin yana vitr o'qisachi desa, bu o'sha la vitrani fi layla hadisiga zid bo'lib qoladi. Bir kechada 2 marta vitr o'qilmaydi. Shunga ko'ra ba'zi kishilar masjidga chiqib tarovehni o'qiydi imom bilan, vitr o'qimoqchi bo'lganda chiqib ketadi yoki o'qimay o'tiradi. Masjid Nabaviylarda oldingi saflarda bo'lsa chiqib ketish imkoni bo'lmasa o'tiradi vitr o'qimay. Keyin tahajjud o'qib, masalan, vitr o'qib olaman, oxirida vitr o'qib olaman deydi yoki boshqa qiyom o'qiladigan masjidlarga borib o'qishni niyat qilishi mumkin va hokazo. Xo'p, mana bu amal yaxshi emas. Ya'ni vitrni o'qimay chiqib ketish bu hadisdagi ajrdan mahrum bo'lishiga sabab bo'lib qoladi deydi ulamolar. Endi shu 40ga chidab, 41ga chidamagan odamga o'xshab qoladi. Ya'ni hadisda nima deyildi? Imom Tirmiziy rivoyat qilingan hadisda man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layla. Aw kama qala sallallohu alayhi vasallam, kim imom bilan birga to tugatguncha namozda tursa, o'sha tarovih namozida tugatguncha tursa, qiyomda bo'lsa, o'sha kechani to'liq namozda o'tkazganning ajri beriladi deyilgan. Mana shu ajrdan mahrum bo'lib qoladi vitr o'qimay chiqib ketgan kishi. Chunki oxirigacha turmadi, imom vitrni o'qidi. Imom vitrni ham o'qiyapti, vitr o'qimay chiqib ketib qolsa, imom bilan oxirigacha turgan bo'lmay qoladi. Demak, o'zini mana shu ajrdan mahrum qilmaslik uchun ulamolar vitrni ham qo'shib o'qisin deydi. Vitrni ham qo'shib o'qisin. Agarki kechasi yana tahajjudni davom ettirmoqchi bo'lsa ham vitrni o'qisin deydi. Unda nima qiladi? Xo'p, yana tahajjud o'qiyman desa, oxirgi namoz vitr bo'lmay qolyapti. Oxirini vitr bilan tugataman desa, ikkita vitr yo'q deyapmiz. Unda nima qiladi desa, xo'p, buni ikki xil yo'li bor. Biri turib imom salom bergandan keyin bir rakat qo'shib qo'ysin deydi ulamolar. Buni shaf'ul vitr deyiladi. Ya'ni toq namozni juft qilib qo'yish. Shaf'ul vitr. Ya'ni imom vitrdan salom bergandan keyin turib bir rakat qo'shib qo'ysin deydi. Shunda bu kishini haqqida vitr emas, ya'ni toq emas, juft namoz o'qigan bo'ladi. Keyin xohlagancha yana 2 rakatdan tahajjud o'qib, oxirida vitr bilan tugatadi. Shunda ham imom bilan oxirigacha turgan bo'ladi, ham oxirgi namoz vitr bo'ladi, vitrni 2 marta qaytargan bo'lmaydi. Mana bu bitta yo'li deydi. Xo'p, ikkinchi yo'li shu vitrni niyat qilib o'qiydi, turib namozini davomlatmaydi. Keyin uyga qaytgandan keyin 2 rakatdan xohlagancha tahajjud o'qib vitrsiz tugatadi. Vitrsiz tugatadi. Xo'p, oxirgi namozlar vitr bo'lsin degan hadisga to'g'ri kelmayapti-ku desa, ulamolar buni mustahab deyishgan, vojib emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vitrdan keyin ham 2 rakat o'qiganliklari kelgan. Keyin bu ataylab qilyapgan yo'q. Ya'ni kishi o'zi o'qimoqchi bo'lsa, tahajjudlarni, tungi namozlarni o'qib oxirida vitr o'qisin deymiz. Lekin imomga iqtido qilganligi uchun, vitr o'qiganligi uchun oxirigacha ajrga olay deb o'qisa, o'zini ixtiyorida emas endi. Vitrni o'qib olib, keyin 2 rakatdan vitrsiz tugatib qo'ysa ham, bu ham bitta yo'li. Bu ham joiz. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vitrdan keyin 2 rakat namoz o'qiganliklari ham kelgan. Bundan ulamolar demak bu hadisdan buni vojibligi tushunilmaydi. Mustahab ekan, o'sha mustahabga amal qilishning imkoni bo'lmay qoldi. Imom bilan birga oxirigacha turib ajr olay deb vitrni o'qib olsangiz, keyin 2 rakatdan o'qiysiz. Ulamolar yana bitta yo'lini aytishadi. Uni naqdul vitr deydi. Naqdul vitr nima degani? Naqdul vitr degani vitrni buzib juft qilish. Oldingisida
imomni salomidan keyin juft qilib olish masalasini aytgandik. Bu yerda vitrni o'qiysiz, keyin uyga qaytgandan keyin bir rakat o'qib, oldingi toq o'qigan vitrni juft qilishni niyat qilasiz. Ya'ni imomni salomidan keyin tugatmasdan uyga qaytgandan keyin tahajjud o'qimoqchi bo'lganingizda bir rakat bilan boshlaysiz deydi. Endi bir rakatlik namoz bor yo'q, ixtilofli masala. Jumhur ulamolar bor deydi. Masalan, vitrni bir rakat o'qish bor. Endi bu yerda o'sha vitrni toq qilish maqsadida ham bir rakat o'qib qo'yadi. Shunda 4 rakat o'qigandek bo'lib qoladi go'yoki. Keyin 2 rakatdan yana xohlagancha tahajjud o'qib, keyin oxirida yana vitr o'qisa, vitrni bir marta o'qigan bo'ladi, chunki oldingi vitrni bir rakat bilan buzgan bo'ladi. U vitrini buzib juft qilgan bo'ladi deydi. Bu ham ba'zi ulamolardan naql qilingan. Ba'zilar endi bunga dalil yo'q deb bu ya'ni 3-uslubda nima o'qishni rad qilganlar bor. Lekin Usmon radhiyallohu anhu dan ham naql qilingan naqdul vitr, bu vitrni buzish masalasi. Ustozim Shayx Shanqitiy ham shu yechim derdi. Hadislarda nima qilmaslikka yechim bor. Hammasiga amal qilishga, jamlashga bir yechim bor. Sahobalardan ham kelgan. Ochiq dalil bo'lmasa ham o'sha vitrni bir rakat o'qib juft qilib qo'yib, keyin 2 rakatdan o'qib yana vitr bilan tugatadi. Mana bu masjidda turib o'qigandan ko'ra, tugatib qo'ygandan ko'ra gohida afzalroq deydi. Nimaga deyilsa, chunki masjidda endi hamma vitr bilan tugatsa, bitta kishini o'zi turib tugatib qo'ysa, hamma nazdida g'alati ko'riladi. Xuddi riyo ham bo'lib qolgandek bo'ladi. Bilib qo'yinglar, men hali davom ettirmoqchiman degandek bo'lib qoladi deydi. Shuning uchun o'sha narsa bo'lib qolmasligi uchun tugataversin, imom bilan birga tugatsin deyiladi, ajrni to'liq olish uchun. Yo aytganimizdek uyga qaytgandan keyin 2 rakatdan o'qib, keyin oxirida vitr bilan tugatadi, yoki vitrni qaytadan o'qimasdan shunday vitrni niyat qilib o'qib olib, keyin uyga qaytgandan keyin 2 rakatdan o'qib vitrsiz tugatib qo'ya qoladi. Mana bu ikkita yo'lni birini tanlash mumkin, lekin vitr o'qimay chiqib ketmasin. Ya'ni shuncha oxirigacha turib imom bilan vitrni o'qimay chiqib ketsa, boyagi hadisdagi ajrdan mahrum bo'lib qoladi. U hadisdagi ajr aytganimizdek imom bilan to'liq oxirigacha qatnashgan kishigina oladi. Ya'ni hatto mana 20 rakat o'qilib, keyin 3 rakat o'qiladigan masjidlarda kimdir 8 rakat o'qib, keyin kutib vitrni imom bilan o'qisa, gaplashib o'tirib, mana imom bilan tugatib ketyapti-ku desa, unga kirmaydi deydi. Shu to'liq o'qish kerak bo'ladi. To'liq o'qish kerak bo'ladi. Vitrni masalan Hanafiy mazhabiga binoan o'qiyotgan bo'lsa, ba'zilar jumhur mazhabiga ko'ra rojihroq deb turib, 2 salom, 2 tashahhud bilan o'qish kerak deb bilib, bular bitta salom, 2 tashahhud, bitta salom bilan o'qiydi. Masalan, yoki qunutda masalan jumhurnikidan boshqacharoq qiladi deb bilgan taqdirda ham imomga ergashaversin deyshadi ulamolar. Ba'zi bir ixtilofli masalalar agarchi zaif bo'lgan taqdirda ham imomga ergashishlik masalasida bu afu qilinadi. Imomga ergashilib qilinaveradi. Imom Ahmaddan kelgan ekanlar. Aslida bomdodda qunut qilish boshqa mazhablarda yo'q, Shofiy mazhabda bor. Imom Ahmad buni hatto bid'at, ya'ni joiz emas deb bilganlar, lekin imom qunut qilsa qunut qilaveradi deganlar. Ya'ni imomga ergashish bobida ko'p narsalar afu qilinadi. Shuning uchun uni ham ro'kach qilib nima qilmaslik kerak. U ham ba'zi bir mazhabda ba'zi ixtiyor qilgan so'zi, agarki boshqalar nazdida marjuh bo'lsa ham, zaif bo'lsa ham, lekin shu mo'tabar bir mazhabda so'zi bo'lgandan keyin shunga amal qilib imom Hanafiy mazhabga binoan bitta o'qigan taqdirda ham ergashilaversin deyiladi. To'yinki ajrdan mahrum bo'lmaslik uchun, ya'ni ertalabgacha qiyomul layl o'qigandan ajr beriladi deb turibdi. O'shandan mahrum bo'lib 20 rakat turib keyin vitr o'qimay chiqib ketishligi yaxshi emas. Ko'p birodarlarda kuzatilyapti bu narsa. Shu oxirgacha o'qigan afzal. Yechim yuqorida aytganimizdek